Assalomu alaykum Xudxo'siyatga kuzatuvchilari. Bugun mana 22-may Andijon viloyatiga yetkazib berish xizmatlarimiz bilan mana Yevrosetka mahsulotlarimiz chiqib ketyapti. Bu joyda ya'ni 90 metr, qariyb 90 metr joyga komplekt holatda Yevrosetkalar balandligi 1,5 metrli hamda uzunasi 2,5 metrli hamda 1,5 metrli to'rga to'r profildan stoyka ustun profillari. Buni komplekti bo'ladi, ya'ni qotiradigan kripleniya samarezlari hamda ankerniy boltlari komplekt holatda chiqib ketyapti. Xudo xolasa mana bu joyda mijozimiz talablari kam chiqimroq variant bo'lsin dedilar. Ya'ni ustun profillari to'rga to'r profildan yasattirib beravering dedilar. Ya'ni to'rga to'r profil bilan ham ya'ni baquvvat holatda o'rnatsa bo'ladi Yevrosetkalarni. Odatda o'zi standarti o'zi 5 ga 5 yoki 6 ga 4 profildan bo'ladi. Yevrosetka mahsulotlari ularni shahar bo'ylab, ya'ni Toshkent shahar bo'ylab o'rnatib berish hamda boshqa viloyatlarga yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Murojaat qiling, xizmatlarni tugal qilib, chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz.